Assalomu alaykum. Bugun sizlarga BYD Song Pro o'ziga quvvat, tejamkor va ilg'or texnologiyalarini mujassam etgan crossoverning afzalliklari haqida aytib beramiz. BYD Song Pro DMI bu DMI super gibrid texnologiyasida ishlayotgan gibrid crossover bo'lib, o'zida benzinli dvigatel va kuchli elektr motorni birlashtirgan. Uning asosiy afzalliklari: yoqilg'i sarfining kamligi 4 litrni tashkil etadi. EV rejimida esa 110 km masofani bosishga ega. Umumiy yurish masofasining zaxirasi to'liq bak va zaryadlangan batareya bilan 1090 km gacha bo'lib, uzoq masofalarga sayohat qilish uchun qulay. Asosiy harakat manbai sifatida elektr motordan foydalanadi. Benzinli dvigatel asosan batareyani quvvatlab generator sifatida ishlaydi. Tizimning yuqori samaradorligi mashinaga klassik ichki yonuv dvigateli analoglariga qaraganda tezroq tezlanish imkoniyatini beradi. Ovoz bilan boshqarish mumkin bo'lgan katta multimedia ekrani, keng salon va avtomobil uchun sifatli materiallar.